27-yanvar 2026-yıl. Xudo xolasa pulchiga keldi. Aytganingizda ovoz. Shu ekamning muallimi baqqanmi. O'lchimiz kech qoldi. 65 mingdan teraziga olib oldik. Pul nesiya emas. Ana. Aka bechak savdomiz. Xaridor. Aytgan pulni. Bo'ldi 65 dan. Aka baqqan bolangizdan xarid aka, urum. Aytgan pulingiz 65 ming so'mdan. Bo'ldimi? Aka, hozir olib boramiz. O'zimizning iste'mol jiyani bor. Bir malingizdan yemay qo'yibdi bu, qorni siymagandan keyin. Bir chelak yemaydi shu. Shu, bir chelagingizdan 20 kilok keladi ukamda. Urum, basing. Naq pulni olasiz. 65 dan. 65 ming so'mdan yana. Aka malingiz zo'r bo'lgan uchun. 10 kilo al. Aka, baqqan malingizdan xarid et. Aka, bir malni 1000 so'm kam so'rab olishganini eshitdingizmi? Yo'q, u bilaman. Urum. Ayrim negativlar yozib o'tgan safar 57 mingdan olibdi boshqa deb. Eklamiz xudo xolasa 60 minglik bo'lsa 60, 65 bo'lsa 65 mingdan. Baqqanga rahmat buni. Yani shu ekan bag'ibdi. Yarasha toshlayting. 65 mingdan ol dedi, 10 kilo qaytaman dedi u. Martga turib bilasizmi? Men aching. Aching yaxshi. Mana shu yem bir chelak yemiz o'tsak 25 kilo keladi. Men Bir chelak ham chiqmaydi, qo'ysa. aka yaxshi gaplashib turing. Men martga sizga 20 kilo yo'qmi? Sizga 10 kilo o'rtaq 15 kilo. Bering aka 5 kilo hech kim yetmaydi. Bering 65 ming so'm. Chempion baho. Razimisiz? Razimisiz? Ya 63 dan bering demadim, ya 64 dan demadim. Aytgan pulingiz 65, 15 kilo skidka. Razim bo'lib boring. 65 mingdan 15 kilo skidka yana savdo pishdi. To'ylangiz. Gidan. Chiqdi bu xolos. Jiyanor. Jiyanor, baqqanga rahmat buni. Mol bo'chesi, mol. Bo'yinni qara bo'yinni. Hozir o'lchimiz xudo xolasa. Shu. Bo'yinni qara jiyanor shu. O'lchimiz bu jiyanor 65 mingdan 15 kilo skidkaga olingan mol. Bas jo'da qo'y jiddiylashma. Ana bo'yin. Bas baqqanga rahmat buni. Tut. Mindi bu jo'da. Boş qo'yib turamiz. Boş. 587 kilo. 587 kilo keldi jiyanor. Qo'l tushdim. 587 kilo qat bas. Minus 15, 572 ko'paytiramiz 65 bo'lsa. 37 milyon 180.